Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadan uchgan samolyot Toshkentga qo'na olmadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Shamol sabab bir nechta samolyotlar Toshkentga qo'na olmadi. Toshkent aeroportida shamol yo'nalishining o'zgarishi tufayli mahalliy vaqt bilan 16:00 havo kemalarini qabul qilish va jo'natish bo'yicha vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Bu haqda Uzbekistan Airways xabar berdi. Ma'lum qilishicha, Toshkentga qo'nishi kerak bo'lgan ba'zi samolyotlar Samarqand aeroportiga yo'naltirilgan. Jumladan, Qanot Sharq aviakompaniyasining Karman-Toshkent yo'nalishidagi samolyot 16:35 da qo'nishi kerak edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining HY 9732 Maxachqal'a Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot 16:42 da qo'nishi kerak edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot Samarqanddagi zaxira aerodromiga yo'naltirilgan. Shuningdek, Air Astana aviakompaniyasining Ostona Toshkent yo'nalishidagi KS-123 Turkistondagi zaxira aerodromiga yo'l olishga qaror qilgan. Mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da vaziyat barqarorlashgan. Toshkent aeroporti havo kemalarini qabul qilish va jo'natish bo'yicha cheklovlar bekor qilingan. Aeroport odatdagi tartibda ishlamoqda. Zaxira aerodromlarga qo'ngan samolyotlar Toshkentga uchishga tayyorlanmoqda, deyiladi xabarda.